Endilikda uy bekalari hech qayerda ishlamasdan yoki bo'lmasam hech qayerda o'qimasdan turib pensiyaga chiqishi mumkin. Amaldagi qonunchiligimizga ko'ra, yoshga doir pensiya olish uchun fuqarodan 7 yillik mehnat staji talab etilardi. Endilikda 2026-yil 1-fevral sanasidan boshlab qonunchilikka kiritilgan o'zgarishga ko'ra, endi siz 7 yillik mehnat stajini sotib olishingiz mumkin. Buning uchun uy bekasi yoki uning turmush o'rtog'i 1 yilda bir marta ijtimoiy soliqning to'lashning o'zi kifoya. Xo'sh, ijtimoiy soliq summasining miqdori qancha? Ijtimoiy soliq bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari, ya'ni 412 ming so'mni tashkil etadi. Agar uy bekasi yoki uning turmush o'rtog'i 7 yil davomida 412 ming so'mdan ijtimoiy soliq to'lab borilsa, 7 yillik mehnat staji yoziladi va 55 yoshdan keyin yoshga doir pensiya olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Ushbu videoni hech qayerda ishlamaydigan uy bekalariga yuborib qo'yishingiz mumkin. Shu va shunga o'xshash muhim yangiliklardan birinchilardan xabardor bo'lishni istasangiz, sahifamizga a'zo bo'ling.